Assalomu alaykum avtoremontuz do'st kanali obunachilari. Sizlar bilan bugun Captiva avtomobilimiz joyidan qo'zg'almayapti deb kelishgan. Zatning ham oldiga ham qo'zg'almayapti deb kelishgan. Buni sabablari bilan tanishtirib o'tamiz. Buni sabablari korobkamiz ishdan chiqqan. Korobkani ishdan chiqishiga sabab bu korobka filtrimiz, moy filtrimiz almashtirilmaganligi va uni to'lib ketganligi sababli yog' bermay qolishgan. Shuning uchun o'rnidan qo'zg'almay qolgan, miyalari tugagan. Hop, ko'pchilik akalarimiz bu korobka moy filtrini almashtirishmaydi va almashtirmasligi oqibatida mana shunday holatlarga duch keladi. Bunday holatlarni oldini olish uchun korobka moy filtrini har 50 ming yurganda almashtirib turish kerak. Shunday almashtirib tursangiz, xudo xolasa bunday holatlarga tushmaydi. Mana bu korobka yig'ilish jarayonlari, xudo xolasa yig'yapmiz. Yurganini ham qo'yib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmaymiz.